Assalomu alaykum. Bugundan boshlab YouTube uchun videolarni olishni boshladim. Birinchi videoda men aytmoqchiman, bu hozirgi kunda juda dolzarb bo'layotgan benzin, dizel narxlari oshdi. Elektromobil sotib olish niyati bor edi anchadan beri va sotib oldim. Elektromobilni obzor qilmoqchiman. Bor pulimni shu benzinga rasxod qilmasdan nima deydi? Ekonom qilishga. Bunaqa adapteri ham bor. Mana shu batareya mana shu. Elektromobilni plusini aytmoqchiman. Elektromobilda hech qanaqa nalog to'lamaysiz. Pullik yo'llarda ham 50% skidka. Bitta katta minusi bor. Aynan shu mashina. Shu mashinani katta minusi bu yarim soatdan 4 soatgacha ketadi. Bu katta apatlarda, uylarda yonida elektrostansiyalar bo'ladi va arzon. 1 kilovati shuning uchun juda ekonomichniy. Menga yoqdi, yomon emas. Hozir ichigacha o'tib ketyapti. Chiroyli manevr qilib